hukumat qaysi ko'rdi gaplar gapirib o'tiraveradi. O'tiraveradi, valdir o'ldir, o'tiraveradi. Zerikkan odamlar ham kirib turib, "Ha, sen mujik. Buni kimligini aka biz bilamiz, aka. Xudodan topgan." Men o'sha narsani aytaman, Sardor. Endi men tuguba o'zimning fikrimni bitta gapimni aytaman, noto'g'richiman. Sen ham buni kimligini bilasan, u ham seni kimligingni biladi. Yo'q narsa. O'sha narsani aytaman. Aziz bilan meni urishtirmoqchi Yo'q, bo'lib. o'sha narsani aytaman. Qaranglar. Oy, Sardor. Boshidan o'sha aka-ukachilik bo'lgan, bir-biringlarni aybinglarni yopib kelgansizlar. Uni ham sen ham bilasan, u ham biladi. Ro'za Ramazon kunlari prosta oilalar qo'shilib ketyapti. Tushungin Sardor? Sani oilang qo'shilyapti, buni oilasi qo'shilyapti. Aka meni oilamni gapirganiga aka 6 oydan oshib ketdi. 6 oy, 5 oydan oshib ketdi aka. Tinmay gapiradi aka. Men o'rganib Voy Musayev bu pedofil gapni tushunmaydi. Bu Lulini bolasi gapni tushunmaydi. Voy yalang oyoq. Qizlarning ajali nima edi? Qaynotasini bunday qiladi, qaynotasini unday qiladi, qaynotasinikini o'ynaydi. Hijobli qizlar gapirgani ko't. Bo'lganda dadasiga telefon qildirmas edi. Meni dadam aralashmayapti. Erkak bo'lganda bitta kitobdan kinopkadan bosib kecha senga aytibdi, to'xtang. kecha senga zik aytibdi ona sher bilan. Bo'ldi, bas qildingmi? Bo'ldi, bas qildim. Menga ham telefon qil. Sardor, gapirma. Bo'ldi. Bir-birimizni gapirmayman deb qasam ichibsan-ku kecha. Buguni bilan to'xtaganing yo'q. Qanaqa erkaksiz? Qaranglar. Voy, qanaqa erkaksiz? Qanaqa erkaksa buni tushunmaydi. Bitta gap aytaymi? Qaranglar, zo'r narsa aytaman. Zo'r ikkilaylik ham zo'r narsa aytaman. Mujikcha. Erkak bo'lganingda 14 yildan beri balangda Rossiyani diddumada katta qilmayding. Sen erkak emassan, unday dema. Tirik yetim bechora Rossiyada yuribdi. Qo'y, unday dema. Sen erkak emassan. Sen erkak bo'lganda o'sha bala O'zbekistonga olib kelib o'zing katta qilading onasiz. Borib diddumda katta qildirmayding. Sen erkak emassan, erkaklikdan gapirma. Seni o'zingni baqalmaysan. Nima qilasan? Razborchiga savol. O'zingni baqalmaysan-ku, o'zingni baqalmaysan-ku, birovni so'kib tirikchilik qilasan. Birovni tema qilib tirikchilik qilasan. O'zingni baqalmaysan-ku, o'zingni. Alam qildimi? Qanday bo'lar o'g'il so'kish? Otani so'kish, onani so'kish, birovni oilasini so'kish qanday bo'lar ekan? Kecha bitta so'kdim, mana bir kundan beri borki tinmaysan. Ko'rdingmi? Ana shunday bitta siskaman qayta o'nglanmaysan. Men unda senga o'sha velli qilib o'tirgan vaqtim yo'q, dalba yo'q. Ro'za kuni so'kmaylar, qo'yinglar. Aka, endi o'zbek qizlar yonini olib qoldik. Sardor, aka 100% bu aka. Cho'ki bo'lgan kiyima. Bu 100% qamaladi aka. Bugun erta qamaladi. Yo'q, u qamalishi mana bunaqa narsa. Bugun erta 100% gap aytaman, Sardor. Bu qamalishi uchun men videoni ko'rib chiqdim. Bu qamalishi uchun TikTokda o'tiradigan qizlar ariza berish kerak. Berishdi. Ariza berish kerak. Berishdi aka, berishdi. Berishdi. 15 sutka nari 1 oy. Undan ko'p o'tirmaydi, jarima qiladi, jarima bilan chiqadi. 15 sutka yo'q bilan. Endi qara, senga bitta gap aytaman. Ro'za Ramazon kunlari ukam oramizda nima gap bo'lgan bo'lsa, jigarimsiz, men sizga yomonligim yo'q aka. Alloh meni ham yomonligim bo'lmagan ukam senga. Lekin endi qilgansiz yomon qilgansiz aka. Men u yomonlikni men qilmaganman. Sen uchun meni butun davlat tashkilotlari ko'radi ukam. Noto'g'ri tushunma. Men yozmaganman. Mana erkak bo'lib ro'za kuni Shuhrat sani ustingdan ariza bermagan. Yo'q, unday ariza bo'lmagan. Prosta video обращение orqali bo'lgan, to'g'rimi? O'zbekistonga kelishingga addushi yordam beraman ukam. Inshaalloh. Nasib bo'lsa, inshaalloh. Senlar yaxshi bo'llaring, meni hech qaysingga yomonligim yo'q. Hojiga ham bu temani yig'ishtir, bir-birining ro'za kuni kechiror, Alloh kechirguvchilarni kechiradi. Aka 1 minut 6 oydan beri, 5 oydan beri xalq biladi mana. Aybimni aytdimmi? Aybimni tan olaman aka. Kecha chiqdim, aql ketib qoldi, jahl ketib qoldi, yondim. Chiqdim, haqoratlab tashladim butun oilasini. Men oilasidan so'kkanim uchun uzr so'rayman, Alloh uchun, o'zidan emas, jon aka. Eshitdingizmi meni? 1 marta so'kdim aka. 1 martaga efir ochdim, yarim soatgina so'kdim. Akajon 6 oydan beri so'kadi aka. Bechora hoji onam nima deyapti aka, videosi turibdi. Sardorni deydi, o'zi deydi, tarallibida Dubayda kayf qilib qizlar bilan yuribdi deydi, onasi och yuribdi. Onam yaqinda, onam, buvim, tog'am, ukam, dadam, beshallasi umradan yaqinda ketdi. O'zbekistonda qo'ldan kelgancha
1000 kishilik chiroyli umra to'ylar qilib berdim. Endi 1000 kishining ichida qulog'im bor, boshqa ham bor, narsa ham bor, do'st ham bor, dushman ham bor. Onasi och yuribdi degan gapni eshitsa nima bo'ladi aka? Ash gaplar gapiryapti u yerda. Otasi deydi, o'zini otasi emas. Meni otam, otamni otasini otasi yetib pishtini ham hamma narsasi menda aka. Men bilaman-ku, men qanday men o'zimni otam bo'lmasligini men bunday istayapman. Tushunyapsizmi? Shunaqa gaplar gapiryapti. Jon aka, endi bunday deb 6 oydan beri gapirgandan keyin bitta gapiramanmi, yo'qmi? Shuni ayting. Men haq bo'lib kecha so'kdimmi, yo'qmi? Ya u liboy payt anaqa qiladi, odamning miyasiga chiqadi. Prosta men nima deyapman? Ro'za Ramazon kunlari akkuratlik bo'lib, yeshtir bo'ldi. Sen unga ham xuddi shu gapni aytdim mana. Sardor mana shuncha odam aytib turibdi. U efirga kirishidan oldin ham aytdim shu gapni. Kerak emas. Bu narsa foydasi yo'q. Jon aka, sizda gapingizni hurmat qilganim uchun, xalqni ro'zani hurmat qilganim uchun mana men aytayapman. Kecha bitta video qo'yganman, bitta so'kkanman efirda. Agar so'kadimi, boshqa deydimi, tema qilami, g'iybat qilami, qaytib mana shu balani ismini tilga olsam, mana lavz beraman, ro'za kunida otamni balasi emasman mana. Bo'ldi. Nima deb chiqsa? Hisobmi aka? Hisob. Hurmat qilaman, shu ro'za kunlariga to'g'ri kelib shu bilan tortishib qoldim. 2 kundan beri kim nechta odamlar ko'rib, dili og'rib ro'za tutyapti, Sardorning o'zi ham ro'zador, mana shu temalar aralashib yuribdi deb kimnidir dili og'rigan bo'lsa, hammadan kechirim so'rayman. Meni so'kadimi, meni tema qiladimi? Bundan beriga otamni balasi emasman, shu balani ismini tilga olsam. Gapirmayman. Mana men Salavatchi aka, bo'ladimi? Mayli, onamdan so'kkan, qonunning oldida qandaydir ishi bor, kimnidir so'kkan, nimadir qilgan, davlatda o'zini da'vosi bo'lsa, nimadir qilsa qilsin. Men bo'ldi, bu bilan gapirmayman, jon aka. Bo'ldi, kerak emas. Menga ham kerak emas aka. Menga nima kerak bu bilan? Vala dedi, yo'q narsa bilan emas. Sen o'zingni kelajagingni o'yla. Ertani o'yla, ota-onani oldiga kelishni o'yla. Inshaalloh nasib bo'lsa aka. Borish uylanish. To'siq bo'lyapti o'sha narsaga. Mana ukang menga aloqaga chiqsin, lichkaga yozib qo'ysin, nomer beraman. Nima muammo bo'layotganini menga aytsin. Men qo'ldan kelgancha sen esalom ota-onangni kelishingga yordam beraman. Rahmat aka, bitta podpiska qilib qo'yasiz aka, podpiska qilib qo'yasiz. Durja bo'lmagan ekan. Bu yangi akkauntimda Shuhrat aka. Yangi akkaunt. Yo'q, bo'ldi. Joni sog' bo'lsin. Lekin mana men sizlarni yaxshi bo'lishingni xohlayman, hech ham yomon bo'lishni xohlamaganman. Akalar, opalar, meni kechiringlar. Men kechirim so'rayman sizlardan. Mana 2 marta aybim nima bo'ldi? Mana xalq ko'rib o'tiribdi, unga o'xshab 3 kunlab 24 soat yetdi uxlamasdan so'kkanim yo'q. Kecha bir yarim soat so'kdim. Chiqdim, yarim soat jahl ustida aql ketdi, so'kib tayladim. Bir marta video qo'ydim. Bo'ldi, boshqa bir uni temasi bo'yicha men vala qilib, oilasidan kelib narsa qilman. Mayli, noto'g'ri gapirdim. Kecha onasini haqoratladim. Balasiga nima uchun? Chunki meni ham onamga tiyapti, meni ukalarimga tiyapti, meni onamga, oilamga, otamga, hamma qarindosh urug'imni so'kib chiqyapti. Prosta tak mana bir Odil akam borda, meni oldimda yuradi, u shofyor, TikTokdan tesiga ham qiziqmasdi odamga. Tushunyapsizmi? U prosta bu yoqqa haydang desam haydaydi, bu yoqqa haydang desam, o'sha bechorani videolarini qo'yib chiqibdi aka. Aka, ko'rib chanda bo'ldi, ham mayli deb. Kimmi musulmonligini, kimmi iymoni borligini mana shu ro'za oyida hamma bilib olaveradi. Inshaalloh, nasib bo'lsa. Shuhrat aka, men unga ham shu gapni aytdim. To'g'ri bo'lsang, Allohga sop qo'y bo'ldi. Da. Ertaga qiyomat bor, hammamiz o'sha 220 joyga kiramiz. Akajon, ertaga Xirali qolsa yomon, ertaga u hammamizni. Da. Agar sizda ham oldingizdan bitta o'taman. Bir zakot bermoqchi bo'lib, bir ko'nglimga tuyib qo'ygan edim 1 oy oldin. Xuddi shunda meni zimdan mashg'ullab turgan xalqim bor, meni zimdan qo'llab turgan, kuzatib turgan, mana shu yerda auditoriyam akalarim bor. Sardor, shu batillarga ketayotgan rizqimizni ham shu bir kunga ajratgan. Zakot kunida ertaga nasib 22-kuniga bir chiroyli bir 20 ta oilaga qo'limizdan kelgancha. Endi biz oti dunyo beramiz demaymiz. Chaqirsanglar yordam berib yuboraman qo'ldan. Ehson desak, u noto'g'ri bo'lishi, zakot. Ro'zani zakotini bermoqchimiz. Haqiqiy haqdorga aka. Xudo xolasa, ertaga shu kunlarda sizni ham bir kutaman. Kelsangiz bir gostimizda bir chiroyli gaplashib, bir siz ham bosh qosh bo'lsangiz, meni bir o'zim qiynalayapman to'g'risi. Jon aka, birdan 20 kishiga videolarga ko'zingiz tushgan bo'lsa, Tojikistondan, Turkmanistondan, boshqa chet davlatlardan ko'ryapman.
Alloh rozi bo'lsin. Jon aka, men lavz berdim. Senga men necha marta aytganman, sen bunaqa ishlarni eplaysan, shu bilan ozgina ko'tliging borda, mana jinni ketdi ishlar qilib qo'yasan. Kerak emas senga u narsa. Odamlar seni shundoq ham yaxshi ko'radi. Qilayotgan ishing yaxshi tarafi ko'p. Necha marta gapirdim bu narsani. Mana shu tarafga urg'u bergin, hammasi go'zal bo'lib ketadi, ishon. Rahmat. Sizda ham mana lavz berdim Shuhrat akani ham oldida. Meni so'kadimi, meni tema qiladimi mana. Alloh uchun Allohga topshirdim, qaytib so'kmayman. Tamom. Xudo tepada nima deb chiqib 24 soat gapirsang shu bola asmini tilga olmayman. Blokka tiqib yuborganman, qaytib gapirmayman, qaytib shuni kuzatmayman. Bo'ldi, chorni qilib taylaganman hamma joydan. Bo'ldi, yo'lda yursin, fisyo. Allohga topshirdim. Mujiklar oxirgacha mujik bo'lishi uchun. Addish ekan. Toshkentda nima gaplar? Shuhrat aka, Toshkentda nima gaplar? Tinch. O'sha kuni Nasim aka bilan tortishib qoldik. Nasim aka bilan ham tortishib qoldik. Nasim akani ham bitta videosini ko'rdim, ahmoqlik qildim, yoshlik qilib bir so'kdim. Sizni ham so'kib qo'yibman. Ro'za kuni kechirib qo'yavering. O'ziga aloqaga o'rganib ketdik. Va o'ziga aloqaga chiqdi. Va Nasim aka o'ziga aloqaga chiqdi. Nasim aka dedim. Zo'rmisiz dedim. Rahmat, Xudoga shukr. Anonda umra o'tkazyapman, seni ham duo qilaman deb shunday yozdi-da. O'zi boshqacha yozmoqchi edim. U gapni eshitdimda boshqacha bo'ldim, badanim titrab. Keyin shunday qaramda bir hazillashayotganda Nasim aka dedim, jin pilla qo'yib yurmayapsizmi? Umrada ekansiz, jin pilla yo'qmi ekan yoqda deb prikol qildim. Ukajonim, bunday chiroyli guring qildik Nasim akam bilan. O'zimiz tomondan-ki. Keyin ukajon shunday bir-birimizga tushunmovchilik bo'lgan. Mana Alloh uyida seni mana ziyorat qilyapman deb nomimga bitta duo qilsa bo'ladimi? Shunday ko'rdimda, aka dedim, meni kechiring dedim. Men dedim, Xudoning uyida meni duo qilyapsiz, men sizni so'kibman aka. Shunday boshqacha bo'ldim. Hozir yaxshi, Nasim aka bilan ham zo'rman. Yaxshi, Xudoga shukr, Nasim aka ham hozirgacha gaplashib turamiz. Yaxshi odam ekan. Hamma bilan yaxshi bo'lsang, hayot yaxshi bo'lib boraveradi.